Bu darsda LMSda, ya'ni Moodle tizimida kursga resurslar joylashtirishni ko'rib o'tamiz. Oldingi darsda kurs yaratgan edik va shu kursga ma'lumotlar joylashtiramiz. Birinchisi, demak, General bo'limiga ma'ruza deb o'zgartiramiz va u yerga ma'ruzalarning tartib raqamlarini yozib chiqishimiz mumkin. Masalan, birinchisi bu birinchi mavzu va mavzuning nomi va yana qo'shish, faoliyat yoki resurs qo'shish bo'limidan, masalan, assignment, nazorat ishini qo'shishimiz mumkin. Buni new assignment nom qo'yamiz. Keyingisi izoh yozib qo'yishimiz lozim. Va ekranda ko'rinishini belgilab qo'yamiz. Faoliyat uchun yo'riqnoma, masalan, ma'ruza darsiga qadar o'qib chiqish lozimligini ko'rsatib qo'yishimiz mumkin va faylni biriktiramiz. Buning uchun kompyuterimizda mavjud bo'lgan faylni tanlab olishimiz, saqlashimiz, yuklashimiz lozim bo'ladi. Saqlash va kursga qaytish tugmasini bosamiz. Yangi bo'lim ochish, ikkinchi mavzuni yozishimiz mumkin. Bu yerda ham yangi faoliyat yoki resurs qo'shishni tanlaymiz. Endi bu joyga biz mavzu uchun fayl yuklaymiz. Nom qo'yishimiz kerak va izoh sifatida shu mavzuga doir ma'lumot yozib qo'yamiz. Faylni biriktiramiz. Fayl yuklandi. Va buni ham saqlab kursga qaytish tugmasini bosamiz. Shu tariqa har bir bo'limga mavzularni yozib, shu mavzuga doir ma'lumotlarni, fayllarni yoki nazorat ishlarini biriktirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi uchinchi mavzu uchun yana assignment, nazorat topshirig'ini yuklaymiz. Nom qo'yib, faylni tanlashimiz kerak. Bu yerda endi nafaqat hujjatlar, balki videolarni ham yuklash imkoniyati mavjud. Saqlaymiz. Bitta mavzu uchun bir nechta fayllar yoki topshiriqlarni qo'shish mumkin resurs qo'shish bo'limidan.
barcha qo'shilayotgan resurslarni albatta saqlab borishimiz kerak bo'ladi. Bitta kurs tarkibida, bitta mavzu tarkibida mana bir nechta topshiriq yoki resurslar paydo bo'lmoqda. Keyingisi nazorat testi. Resurs qo'shish bo'limidan endi quiz qismiga kiramiz. Nom qo'yamiz. Masalan, birinchi nazorat testi. Va saqlash tugmasini bosish lozim bo'ladi. Nazorat testini sozlamalarini ko'rib o'tamiz. Hozircha umuman savol qo'shilmagan. Demak, questions savollar bo'limi orqali biz savollar qo'shishimiz mumkin hamda savollar banki yaratib olib, undan savollarni testga biriktirish imkoniyati ham mavjud. Demak, qo'shish bo'limidan yangi savol qo'shish yoki savollar bankidan qo'shish qismini tanlashimiz mumkin. Hozir yangi savol qo'shamiz. Uning uchun mana bir nechta xil 12 xil ko'rinishdagi test variantlari bizga taqdim etiladi. Masalan, multiple choice, ya'ni bir nechta variantdan bittasini tanlash testi. Savol nomi, savol o'zini kiritishimiz kerak bo'ladi. Faqat bitta javob yoki bir nechta javob belgilash qismini ham tanlab qo'ysak bo'ladi. Va tanlovlarni demak katta lotin alifbosida tanlab qo'ydik. Bu yerda variantlarni kiritib chiqamiz. Va to'g'ri javobni demak grade, ya'ni baholash qismidan 100% deb belgilab qo'yamiz. O'zgarishlarni saqlaymiz. Savol ro'yxatda paydo bo'ldi. Yana add qo'shish tugmasidan endi savollar banki orqali savol qo'shishni ko'rib o'tamiz. Dastlab savollar bankini sozlab olishimiz kerak. Bu yerdan mana savol turini tanlaymiz. Javoblarni yozib chiqishimiz kerak. Agar javob to'g'ri bo'lsa, bu berilgan variant 100% ni qo'yib qo'yamiz. Noto'g'ri variantga demak hech qanaqa foiz qo'yish shart emas.
Ba'zan ba'zi savollarda javob variantiga yaqin bo'lgan savollar bo'lib qolishi mumkin. Bu holatda baholashda foiz belgisini mos ravishda qo'yib chiqish mumkin. O'zgarishlarni saqlaymiz. Yangi savol yaratish bo'limidan endi masalan moslashtirish, matching turidagi savolni tanlaymiz. Savol nomi, savol matni va javoblar. Savol matniga misol tariqasida moslikni tanlang deb yozib qo'yishimiz mumkin va javoblarda esa har bir beriladigan ta'rifga yoki qandaydir jumlaga mos bo'lgan to'g'ri keladigan javob variantini ketma-ketlikda yozib o'tamiz. Quiz test bo'limiga o'tamiz. Savollarda endi qo'shishda savollar bankidan qo'shishni tanlaymiz. Bu yerda biz kiritgan savollarimiz kerak bo'lganini belgi qo'yish orqali qo'shishimiz mumkin. Va testni ko'rib o'tamiz. Savol 4 ta variant